Masalar kelganman-da, bugunga var, tozalarsa. To'ppa to'g'ri. Soti ham o'ta tozalarsa. Buni Yaxshi. qo'ydi, baqib maza qilib yursa var-ku qo'y. Akalar $1000 qo'yib olamiz. Mana Qo'yat bo'lsa var, barchasiga yetkazib beraman. 12ta o'latga. Qo'y baslar qanaqa? O'lchadingizmi? 80. 8 Ishlaymiz bundan bari. Alloh Var. xohlasa. Oybejandan telefon qilyapti. Mana qo'yingizni ko'rdim desa var, Aha. 3 milliondan ketdi. Barbaraka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvodir Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, aka-ukalar. Mana bu qo'ylarni ko'ringlar. Xudo xolasa qo'y olib boqishga arziydigan sifati, holati yaxshi qo'ylar ekan. Soni ozgina, to'rbosh. Bitta obunachimizni qo'yi inshaalloh. 3 ta sovliq, bitta qo'chqor. Azizbek aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Sog' salomatmisiz? Rahmat. Xudoga shukr. Birinchi partiyaga Aha. 3 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqor. Bir dona qo'chqor. Ha. Eng muhimi puli arzon. Xudo xolasa kelishtirib beraman. Obunachilar ishlayman. Otangga rahmat deb tursa bor, 3 milliondan ham qo'l chiqarib beraman. Shu bugun. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Aka, buni bir qator qo'ydi ko'rsataylik. Ma'lumotini beraylik. Yosh o'yligi qanaqa aka qo'ylar? 11 oylik qo'zilar. 11 oylik qo'zilar. 11 oylik. Hali tush buzmagan, to'qliqqa o'tgan, To'g'ri. sifati yaxshi qo'zilar ekan Yaxshi. inshaalloh. Ash aka, aysh qoraga ishqim ketdi inshaalloh akalar. Zoti yaxshi bo'ladi. Zoti yaxshi, Xudo Xudo xolasa. xolasa yaxshi. Bitta obunachimizni qo'y, ertaga olib buni qoqishsa bor-ku, rahmatniki eshitishadi, Xudo xolasa. Xo'p. Aka, buni qarang. Bo'g'ozligi qanaqa? Misol haligi lap-ullab turgan yo'q ekanda bular, o'shani ko'rib olgan yaxshi. Egasida olganimizda qo'chqor yurgan deyishdi. Qo'chqor. Bezi bor. Ha, ichida bezi bor. Bezi bor, ha. Gap yo'q. Qo'chqormi yurgan ekan. Ha. Lekin gavdasi yaxshi ekan, nasib qilib qochib qolgan bo'lsa, Xudo xolasa, Alloh taolo beraman desa, egiz berib qo'ysa, obunachilarimiz Xudo bilan xolasa, ishadi. Xudo xolasa mana shu narsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Yaxshi narsalar aka, Xudo xolasa, Xudo xolasa. Yaxshi. Aka, bo'ladi, bo'y bastlar qanaqa? O'lchadingizmi? 80. 80. Ha, demak 80. Ravna plus minus 1 sant teksan, lekin 80 dan balandga ham o'xshayapti ko'rinishiga. Balanddan o'sha 80 ga olishaversin. 80 ga olishaveradi. Obunachilar ko'raverasizlar. Dastlabkasi qaygacha aka, Xudo xolasa? 12 ta viloyat bo'lsa bor-ku, Aha. barchasiga yetkazib beraman, Xudo xolasa. 12 ta viloyatga. Ha. Aha. Yetkazib beraman, Xudo xolasa. Kelishilgan holatda otangga rahmat. Qanting nur degan odam bor, Aha. sotaman qo'ylarni bugun, bor. Gap yo'q, Ishonavering. gap yo'q. Kanalda arzonchi degan nom olasiz shekilli. Bozorda arzon qilaman shu bugun, narx sinindiraman. Gap yo'q. Aka, nima deymiz bo'lmasa, narxini bitta aytingchi, portlatingchi. Narxdimi? Aha. Bugun portlaydi. Bo'ldi, gap yo'q aka, Bor. qani. Valloh buni bor Aha. ekan, 5 million, 6 million deyapti. Hop, Bu narsani keragi yo'q. to'ppa to'g'ri. To'g'ri. Aka, qarang. Obunachilar, savdo qilmaymiz. Bularini olib kelib qo'yamiz. Agar xohlasalaring magazin narxini aytib keting degan bo'lsalaring, magazin narxini ham imkon boricha aytamiz. Lekin ozroq yaqinlashtirib qo'yamiz. Kimgadir ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqib savdoni qilib olarsizlar. Narxini nima deymiz aka? Kelishtirib ayting. Narxini kelishtirib aytaymi? Kelishtirib ayting. Narxini? Xo'p. 5 million, Ha. 5,5 million ham emas. Mana Aha. 49, 48 ham emas. Aha. Mana bir joyga 47 dan oldim. Aka, uka, otangga rahmat. Laykni bosib tursa bor, Aha. sotdim mas qo'ylarni. Joningiz Bor, sog' bor bo'lsin. Aka, qarang. 47 dan kamaytirib berasiz. Telefon qilishadi. O'zlari savdo qilib olish. Savdoni biz qilmaylik aka. Xudo xolasa 47 dan sal haligisini o'tib beraman. 47 dan savdosi bor qo'ydi, xudo xolasa. Savdosi bor, ha. Gap yo'q. Akalar tavsiya qilamiz. Xudo xolasa olib boqishga arziydigan. Kelasi yilga vobshe gigant savdo bo'ladigan variantlardagi inshaalloh. Misol qo'zi, yosh qo'zi, hali tush buzmagan inshaalloh. Yaxshi narsa tavsiya qilyapman. To'ppa to'g'ri. O'shaning ichida yurishadi. To'g'risi. misol uchun 4 million 600 mingdan yoki 4,5 milliondan bergan taqdiringizda ham qo'chqor ham shu narxda ketaveradi. Qo'chqor ham ketaveradi shundan. Gap yo'q. Obunachilar Qo'chqor ham shunaqa. kelib ko'rib olsalaring rakasa tashlab beriladi. Ehtiyot, agar siz ko'ningizdagidek bo'g'oz chiqmoqdek bo'lsa, qo'y jichak ham tekin bo'lyapti. Demak, biz ikkinchi partiyaga navbat beraveramiz. Akalar, mana xudo xolasa ikkinchi partiya qo'ylarimiz chiqdi. Inshaalloh kimgadir zot yo'nalishida kelajagi bor haqiqiy ishqozlar bormi, xudo xolasa puli arzon variantda ozgina kutasiz, lekin kutganingizga arziydigan narxda, xudo xolasa. Muhimi gap pulda emas, muhimi qo'ydi sifatida, zotida. Hisori qo'yiladi udaridan, puli yengilidan, xudo xolasa. Aka, soni necha bosh bo'ladi? Buni sonimi? Aha. 5 bosh. Soni 5 bosh. 5 ta. Bo'y basti qanaqa aka bo'ladi? Bo'yi 75 deyapsiz, 70 ga olishaversin. 75, 70 ga olish bo'ladigan variantda inshaalloh, xudo xolasa. Yaxshi. Aka, buni yosh oyligicha yosh oyligi. Shayli 10 oylik qo'zilar aka. 10 oylik qo'zilar. Ehtiyot, bitta ham tas qo'chqorni ichida yurib naq bo'lib qolmaganmi? Aka, mana shu narsaga olishaversin, qo'chqorni yurgan ichida.
Aha. Gap yo'q. Bunisi bittasi 7 oyli aka. Qani? Ashi bo'ldi mana. Ana ko'rinyapti mana shisi. Qo'ydi qarang. Xolasa. Soti ham o'ta toza narsa. Buni qo'ydi. Baqib maza qilib yursa bormi qo'y. Akalar $1000 qo'yib olamiz. mana aka mana belini ko'ringlar, belini Semiz narsa-da. Qulovoshini qarang mana. Qo'y qorindor, eng muhimida orqa oldi bir xil holatdagi qo'ylar ekan inshaalloh. Endi qo'ydi biz maqtamaylik, akalar o'zi qo'ydi ko'rganda tushunib turibsizlar. Bilib olaveradi o'zi. Inshaalloh to'ppa-to'g'ri. Yaxshi narsa olishadi mana. Mana shu bitta, mana shu ikkitasi, mana shu ikkalasi. Hop. O, narigi uchinchisini ham ushlangda aka. Uchinchisini ham Azbek aka. Obunachilar mana shisiga haqiqiy o'zimda ishqim ketdi. Inshaalloh ash 3 olasizlarmi, 5 olasizlarmi, xudo xolasa inshaalloh toza narsalar kelganman-da bugunga bor, toza narsa. To'ppa-to'g'ri, olgan baraka topadigan. Qulovosh but unaqa empeni yo'q, xudo xolasa. Empeni yo'q. Bir joyga olsa, bitta obunachini qo'yib ular. To'ppa-to'g'ri. Aka, muhimi narxi. Narxi nima deymiz? Narx sindiraman bugun. Bugun narx yonadi, xudo xolasa. Narxi yonadi. Aha. Narx bormi? Qulayroq qilib ayting, yaqin ayting. 4,5 buni 5 million yo'q narx. Aha. Qo'ldi bering aka. 44-43 yo'q narx. Mana uni bitta odam olgan, bitta odam oldim men. Azizbek shuni otangga rahmat. Yetkazib ber, haligi desa, sotdim mana. 42 dan sotdim. 4,200 mingdan. 4,200 dan. Bor aka. Joni sog' bo'lsin. Aka, buni endi har kimda sharoit har xilda. Misol kimdir 5 taga, kimdir 50 taga, kimdir bittaga qurib aytadi. Bitta zo'rini tanlab olmasa nima qilasiz? 4,5 dan. 4,5 million. Ozgina kamaytirib berasiz 4,5 milliondan. Ozdan chiqqan emas aka, kamaytirib beraman, xudo xolasa. Kelishilgan holatda unakda viloyatga dastavkasini qilib beraman. Otangga rahmat deb like tirsiq urishsa bor-ku. Xudo xolasa bugun 3 milliondan qo'zlar chiqarib beraman. Akalar, ukalar, qo'yni ko'ryapsizlarmi? Sifatini ko'ringlar. To'g'ri, ichida bitta sal bundayroq ham bor. Lekin 3 ta 4 tasini xotirjam zotqa kelajagi bor qilib boqaman deydigan variantdagi qo'ylar ekan. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar, inshaalloh ishlaring bitadi. Narxi aytilgan narxdan kami bor, xudo xolasa. Chiroyli kami bor. Bir joyga olsangiz, siz kutgandan-da yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Lekin bitta olasizmi, ikkita olasizmi, ekrandagi nomerga bemalol aloqaga chiqinglar. Inshaalloh qo'ylarni kelajagi bor narsa ekan, inshaalloh. Demak, keyingi partiyaga navbat beraveramiz aka-ukalar biz. Akalar, sovliqni suluvlardan qidiryapsizlarmi? Ekrandagi nomerga aloqaga shoshilaveringlar. Inshaalloh ishlaring bitadi. Xudo xolasa aka yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga, hamma qo'ylarimizga ham bir hafta kafolat bor Azbek aka. Hattasini o'shaveradi. Biz sinadigan xolasa zo'r chiqib qo'ylar. Ey, yaxshi. Kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lmaydigan yaxshi variantdagi qo'ylar. Muhimi puli yengil variantda inshaalloh akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aka, yosh o'yligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyligim 7-8 oylik. 7-8 oylik qo'zlar ekan inshaalloh. Xudo xolasa. Bo'y bashlar qanaqa chiqyapti aka buni? 70-75 tushaveradi, 70 ga olishaveradi. 70-75 ga tushaveradi, 70 ga olishaveradi. Lekin bitta ikkitasi ketadigan variantdan ekanda, xudo xolasa. Bitta mana kichkinasi bor, kichikroqi. Aha. Ammo shular sherigi bir partiya kelgan. Hop, sherigi. Ha, bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh aka hamma qo'ydi ham o'ziga yarasha narxi holati bor. Har doim o'shanga yarasha bo'laveradi, xudo xolasa. Bir partiya kelgan, bir partiya sotaman demoqchi inshaalloh. Kimgadir. Yana hali obunachilar aytadi-da, atayt qilib qo'yibdi buni ichiga. Diydaganlar ham bular. Ular bo'lmashga bir partiya kelgan mana shu qo'ylar. Biz unaqa ichiga tiqib qo'ymaymiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana akalar, bo'lsa halollik shunchalik bo'ladi. Halol sotamiz. Real ish qilamiz biz. Gap yo'q aka. Joni sog'. Aka narxi. Narxi nima deymiz aka buni? Narximi? Aha. Xudo xolasa bomba bo'ladi. Bir joyga olishaman deysa. Aha. 4,5. Aha. 39, 38 yo'q. Hop. Bitta gap aytaman, mana uni. Aha. Bitta obunachingiz Oybekjondan ko'rib telefon qilyapman deysa bor-ku, 37 dan bir joyga sotdim o'yladi. Bor aka. Joni sog' bo'lsin. Akalar, ekrandagi nomerga qo'ydi holati, gazi, sifati yoki juni yiltiroq junlik yoqadimi, qaysidir holatda yurakka jizdimi, aloqaga shoshilaveringlar. Inshaalloh ozgina boqasiz. Ko'nglingizga yoqsa, zot yo'nalishi olib ketib qolasiz. Ko'nglingizga yoqmasa, qurbonlikka boqaveradigan variantda inshaalloh. Akalar, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Ishlaring bitadigan variantda. Muhimi, Sharodor Oybekdan men deyishni unutmanglar. Xudo xolasa 50 ming so'm, 100 ming so'm bonusi bor. Sharodor Oybekdan telefon qilyapman, ko'rib deysa bor, o'tib beraman, xudo xolasa. Joni. Like bosib, otangga rahmat deb tirs bosib tursa bor.
arzon chiqarib beraveraman. Bundan keyin obunachilarga ishlayman. Joningiz Sovuqqa sog' bo'lsin. qaramay mana chiqarib beryapman. Joningiz sog' Sovuq bo'lsin. demay bari. Endi obunachilarga ishlaydigan payt keldi. Ana. Sezon kelyapti mana. Sezon kelyapti. Ishlayman. Akalar mana like bosib, qo'llab-quvvatlab, arzon bo'lsa arzon deb kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'yinglar. Inshaalloh eng arzon joylardan chiqarishga harakat qilamiz. Demak, keyingi partiyaga navbat beraveramiz aka. Akalar, xudo xolasa, qo'yni oqidan so'raysizmi, qorasidan so'raysizmi, muhimi bor. Sababi sog'liq ishqibozlari uchun hammasi xudo xolasa. Akamizda ko'proq sog'liq bo'lar ekan. Sog'liqqa ham e'tibor berish kerak. Hamma burdoq yo'nalishida qo'chqor. Akalar, to'g'ri tushuninglar. Sog'liqda ham harakatni qilaylik. Bu turuvda faqat qo'chqor bo'lib ketyapti, hamma yo'q. Naslga ham ikkita, to'rtta olib uyda boqaylik. Chiroyli qilib qo'yib ko'paytiraylik. Hammasini o'ziga yarasha gashti bor inshaalloh. Aka, soni 6 bosh aka. Xudo xolasa. Soni 6 ta. Yosh oyligi-chi? Yosh oyligi 6-7 oyliklar. 6-7 oylik yosh qo'zilar, xudo xolasa. O'sarman qo'zilar, xudo xolasa. Hey, gap yo'q. Xudo xolasa. Obunachini qo'yib. Inshaalloh buni olib dalaga tashab qo'yib, xudo xolasa, bahorga xudo xolasa qo'shib turib, bir yildan keyingi o'sha legenda bor-ku. Qo'chaveradi qo'ylar. Azina yem berib, ko'yda qochaveradigan variantlar. Qo'yda tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, Alloh taolo beraman desa hech yetmaslar aka. Xo'p, buni-chi, bu yosh oyligi 6-7 oylik qo'zlar. Bo'ybastlar qanaqa aka buni? Xo'p. 75 plyus 70 ga olishaveradi. 70 aqabaqa 70 ga olishaveradi, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Narxini nima deymiz aka, narxini? Narxi bomba bo'ladi. Xudo xolasa bomba bo'lsin. Chek o'zi bomba bo'lib kelyapti, lekin yana bitta bomba qilchi. Buni aksiya qo'yaraman. Xudo xolasa, qani? Gap yo'q, gap yo'q aka. Sifati yaxshi. Ana u ekana, hali yiltirojun deymiz, simjun deymiz. Xudo xolasa yaxshi variant. Yaxshi zotni bo'ladi. Beli endi yaxshi narsa ekan, xudo xolasa. Juni yaxshi. Sal kirroq bo'lib qo'ygan ekanda bu haligi. Oppoq emas, lekin qulog'i sifati yaxshi narsa ekan, xudo xolasa. Toza narsa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Narsa olib kelmayman. Toza narsa olib kelaman. Kecha pul qimmatroq bo'lsa ham. Klientga ishlaymiz, xudo xolasa. Klientga ishlab, xudo xolasa. Matalik emasmi? Hojonalarimizni duosini oladigan narx aytaversangiz, xudo xolasa. Olgan baraka topsin aka. U foydani ko'payamchi, yaxshi emas. Oz bo'lsin, barakali bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Chiroyli narsa ko'rsangiz bor, klientlar so'raveradi, talamash ham qilaveradi, xudo xolasa. Bir martalik odam emasmiz, xudo xolasa. Klientga ishlaymiz deganman. Gap yo'q. Aka, narxi. Narximi? 4 million 4,5. Hop. 39-38 yo'qlar. 37 ham yo'q. Mana uni bir joyga oldim deysa bor. Ketdi mana 3,5 dan. 3,5 dan. Bor aka. Joningiz sog' 3,5 dan bo'lsin. ketdi mana. Joningiz sog' bo'lsin. Tobunachini qo'y. Oybejondan ko'rib telefon qilishyapman desa bor. Kelishtirib o'taman. Gap yo'q. Normal kelishtirasiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka, buni bir donaga 2 dona tanlab oldim desa nima bo'ladi? 38 dan berishadi aka. 38 dan kamaytirib berasiz tanlab olishga. Gap yo'q. Inshaalloh bir joyga tortib olgidek bo'lsa, 3,5 million so'mdan xayrini qilib berasiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa. 3,5 dan ketdi mana. Bir joyga olishaman deysa, 3,5 dan ketdi. Bitta obunachimizni qo'yib. Inshaalloh o'shandan ham xayr qilib berasiz aka. Xudo xolasa, kelishilgan holatda o'tib beramiz, xudo xolasa. Akalar, kim qayerdan kuzatyapti, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kimgadir kerak bo'lsa, dastavkasi 12 ta viloyatga bor. Kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab besplatni aka? Yo Toshkentgacha besplatni? Toshkent, Vodiy bo'ylab besplatni. Vohaga kelishilgan holatda. Kelishilgan holda. Lekin 12 ta viloyatga dastavka qilib beraman. Gap yo'q. Ozgina pul aqabaqa, lekin qo'yli bo'lishga arziydigan variantdagi inshaalloh, xudo xolasa. Akalar, tavsiya qilamiz, kimgadir qiziq bo'lsa, qo'ydi holati o'zi yurakka jizdimi, ekrandagi nomerga aloqaga shoshiringlar. Demak, biz keyingi partiyaga navbat beramiz akalar. Akalar, puli yengil 2 dona sovg'a qilib qo'ymoqchimisiz? Xudo xolasa, ekrandagi nomerlarga aloqaga shoshiringlar. Muhimi, gazi bor, sifati bor, kelajagi bor qo'ylar, xudo xolasa. Arzon narxlarda xonadoningizga bitta telefon bilan yetib boradi, xudo xolasa. Aka, yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligimi? 3-4 oylik. 3-4 oylik. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligiga. Bir hafta sinov bor. Bir hafta sinov olishaveradi. Biz sinab ko'rdik. Xudo xolasa yeb ichish joyida. Yeb ichish joyida. Somon-pomon quruq yeyaptimi? Hashak topib berishsa bo'ldi. Hashak topib berishsa bo'ldi. Yuraveradi. Zarurdan bitta ikkita yog'och-bog'och ham ketaveradigan darajada. Drayvlik ekanda inshaalloh. Yaxshi gap yo'q. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Narxini nima deymiz aka? Bitta portlatingchi, xudo xolasa akalarimiz uchun. 3,5. 34, 32, narx emas. Hop. 3 milliondan ketdi mana. 3 million so'mdan. Bitta obunachingizni qo'ying. Inshaalloh. Albatta bitta obunachini qo'ying. Obunachingiz
Ketdi mana 3 million so'mdan. Qo'l sezon boshlanib tuta, xudo Sezon xolasa. boshlandi. Bu klientlarga ishlaymiz bundan Xudo bari. xolasa. Oybejandan telefon qilyapti. Mana shu qo'yingizni ko'rdim desa bari. Ha. 3 milliondan ketdi. Barbar aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaringlar. 24/7 xizmatlaringizlar akamiz. Xudo xolasa, muhimi bundan buyog'iga narx boshlandi. Narx pasaytirishda albatta sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz, akalar, ukalar, obunachilar, xudo xolasa eng yaxshilardan, eng arzon joydan chiqarib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Demak, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.